Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, qadrdonlar. Sizlarga yana bir video qilishga qaror qildik. Bu darvozaxonamizni boshladik. Mana eniga 560, 557, 560 bo'lsa, uzunasiga 21 metr. Bu joyimizga fasonimiz chekasida novo bo'ladi. Yana bitta novodan keyin tunakali bo'ladi. Hali MDF fasonda tunakaligidan o'rtasi shaxmat, tilla lenta, tilla do'ppi, o'rtaga ikkita kosmos qo'ysamikin yo oyna rombi qo'ysamikin deb turibmiz. O'nida yana bitta darvozaxonani bolachig'i bor. 3,5 ga 5. Keyin yana bitta burilgan joyi bu tomonimizdan bo'ladi. Bu tomonlar ko'rib bo'ladi. Bu shapkalar pastda bitgan. Anaqa joyi ham bor ikkita. Nari tomoni. Keyin bir narsani, masalan, uy solayotgan akalarimiz, yurtdoshlarimizga buni starapilarni 3 tomon biragi joylarga borsak, to'sin tashab turib, to'singa starapilarni qo'yib qo'yadi-da oldini. To'g'ri qilib turib, starapilarni tushirib qo'yadi to'singa. Nima qilmasdan, hech bo'lmasa to'sindan mana qilib bir 30-40 sm ko'tarib starapilarni mana uchi bu yerda tursa, masalan, to'sin turibdi manaqasiga. Hech bo'lmasa bir 50 sm ko'tarilib qo'yilsa starapilar. Ashunda sal buni ko'riplab tushib turib, chiroyli bo'lib, go'zal holatda bo'ladi-da. Agarda masalan to'sinni o'ziga starapilarni qo'yib qo'ysa, oldiga tushib turib, ko'riplar yo'g'ilib g'alati bo'lib qoladi. Shuning uchun buni to'sinni qo'ygandan keyin primoy bu tomonga o'tkazmasdan o'rtaga xori tashlab turib, stoyka qo'yib, hech bo'lmasa 50 sm ko'tarim u tomonda. Keyin starapilarni qo'ysa, borib turib, keyin pastga tushib, darvozaxonaga yo'lanib ketadi yoki ayvonga. Qanaqa holat bo'lsa ham bu tomoni darvozaxonami yo ayvonmi, nima bo'lgan taqdirda. Mana ustavorlarimiz issiqda, damda ishlayapmiz. Mana issiq ham o'ta bo'lyapti. Menda loy bosilgan, lekin yaxshi. Bu shapka tomonlar issiq bo'lganda tunakan tagida umuman issiq bo'lib ketdi. Dam o'tib ketdi shogird bolalarga. Mana katta ustamiz. Katta usta salom aytib qo'ying uni ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilarimizga. Ta'ziyada aytib, sekin boshladingmi? Boshlaymiz. Shuna qilib sekin aytib, yangiliklardan xabardor qilib turamiz endi. Sekin. Ba'zi qiyin bo'lib qoladigan joylarni oldini olish maqsadida. Hali bir prosta maslahatda. Hali bilganlar bor, bilmay ko'p joyga borib qolamiz. Buni to'sin bilan xorini, starapilarni tagiga tashlanadigan xorini esinglardan chiqmasdan necha ko'tarib qo'ysanglar, to'sindan stoyka qo'yib turib, keyin starapilar shunda zo'r go'zal bo'ladi. Mana masalan, mana shu ham где-то bir 60 sm ko'tarilgan bu to'sinda. Bu yog'i starapilarni uchi mana bu tomonda turibdi. To'g'ri urvinga borgandan keyin bu yog'i 20 sm, 30 sm oshib qolyapti. Endi bu yerda mana regel tashalgan, ferma qilib, bundan tashqari prosta hali xori tashalgan taqdirda ham taxta tashlasa ham sal ko'tarib qo'yilsa chiroyli bo'ladi. Tutish qilinish jarayonlarini o'zimiz olib qo'yib turamiz. Endi bu tomonimizga listimiz yetmay qoldi. Bu tomon bu yoqlar pishdi. Karnizlarimizga lolalarimizdan qo'yamiz, bitta, ikkita, 3ta qilib. Xudo xolasa bizni kuzatib borsanglar, haligi bolta tegmagan, tesha tegmagan yangiliklarimizni aytib turamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.